qo'yni qanaqa boqish kerak deb so'rashadi. Hammasiga gapirib o'tirgandan ko'ra tasdig'ini hayotda ko'rsataylik dedi. Qo'yni boqishni o'rganmoqchimisizlar? Bizani kuzatib boringlar. Bellashuvdagi qo'ylarimizni 3 haftadan beri boqib kelyapmiz. 3-hafta har bir boshiga 500 grammdan jami 6 ta qo'zi qo'chqoriga 3 kilo yem berib keldik. Bugun 4-hafta boshlanyapti. Yemimizni yana har bir boshiga 100 grammdan oshiryapmiz. Endi 6 ta qo'zi qo'chqoriga bir hafta ertalab va kechqurun 3 kilo 600 grammdan beramiz. Omuxta yem, Husniddin chorvador yemlarini chap qo'limizda turgan 6 ta qo'zi qo'chqorga beramiz. Har biriga 600 grammdan bu safar to'g'ri keladi. Demak 3 kilo berib kelyotdik. Bugundan boshlab turib bir hafta 3 kilo 600 beramiz 6 ta qo'zi qo'chqorga ertalab va kechki payt. Bu yemni bo'lsa 10 tarafdagi turgan 6 ta qo'zi qo'chqorimizga beramiz. Agar sizlarga ham bu bellashuvimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizani albatta kuzatib boring va qo'y bilan shug'ullanadigan tanish bilishinglarga yuborib qo'ying.